mustahkam 9-sinfgacha 5 yil davomida bu sinfga dars berganman. Hozir bular bilan shunaqa challenge o'ynaymiz. Gapirasizlar. Harakat qiling. Kitob o'qiydigan paytingizda o'zim kitob o'qidim deb boshqa kishi aytib bergan narsani siz aytganim. Eng ko'p bo'lgan holat bu sinfda. Siz imtihon biletlarini chiqartmaydi deb ko'pchilar aytmaysizmi? O'sha hammalar ko'p chiqayotgan paytingizda man kelganda sayt ham beraysiz. Mana siz chiqartirib shu yerga turdi. Hozir yo'qolib qoldi deb aslida chiqartirdim. Chiqardingmi shundan keyin? Men Allohimni kurs o'tayotgan vaqtlarimiz ma'murlar ramazonni haydab olganmiz sizga bo'lsa. O'sha chiqaran emas. Kursga birinchi kelgan paytimiz kitob deganmizki. O'shandan kitob buni og'zidan ishlatib, og'zidan bir tekshirib Yaramaslar. Biz ham reseptni tayyorlaganmiz-ku. O'sha payt umuman testni bajarmasdik-da. Kitobdan qasd Yaramaslar. Esse yozmasam yozmasdim, muhabbatdan fikr olardim yoki bo'lsa chanjitdim kerak. Mayli, shunday bo'lsa ham ko'chirib bo'lsa ham mana maqsadingga erishding bu. Har safar o'quvchilarga siyosat tekshiruvchi qilmaganlar aytganlar. Ular qo'l kerakmi? Hozir shekillanmiz. Anche sia la valenza per gli altri Bitta video olish uchun kamida 40 yoki 50 marta ulardik. Yoki o'zi o'qilardik. Yuk olardik. O'shanda sizni boshqa yoqtirgandan keyin yoqtirmaganlar. Muncha ko'p uyga bizlar beramiz. Hozir yoqtirasanmi? Yo'q. Kiyinish stilasi bor. Mana bu adabiyotda biror bitta asar o'qisak, savol ko'rib chiqarasiz-ku. O'sha payt o'zimizni klubdagilar savollar kelishib odatdagi o'sha savol beradi. Doimgida temir kutilmagan savol berib qo'yadi, keyin savol uchga tushirishga harakat qiladi. Interes temir aytadi, nima rejada? Shu vaqtgacha faqat umrim davomida bitta kitob o'qiganman va o'sha kitobni bo'lib 5 marta, 5-6 marta sizlarga o'qish boshlaganman keyin kitob o'qib sizga aytardimki boshqa choraklarida boshqa o'qigan kitobni so'rardimlarmi o'shanda Marketingada yodlashga berardiz-ku, qo'shimchalarni o'sha birortasini yodlamagan. Qanday topshirgansizlar? O'sha yozda kelib o'qib lekin qolaydi bo'lgan ekan. Mazmunli o'tgan daqiqalarim deb bilaman, lekin mana sizdan aldab kelganman. Hamma o'quvchilarimdan ham ko'ra bezod yaxshi ko'raman deb yigitlarni g'ashiga tegishga aytganman. Birinchi ham. Yo'q, bezod yaxshi ko'raman. Lekin ko'proq yigitlarni g'ashiga tegishga aytganman buni, chunki hammalaridan baxtli yaxshi ko'raman. Hamma o'quvchilarimga zo'r kelajak tilayman va qoladiganlar bilan ishlashda davom etaman va albatta videoni qaytib ko'rib chiqib, undan keyin sizlar bilan gaplashaman.